Bolalarda yot jism yoki sut qoldiqlari havo yo'liga tiqilsa, birinchi yordam ko'rsatishni bilasizmi? Birinchi bo'lib, yordam beruvchi shaxs vahimaga tushmasdan o'zini bosib olishi kerak. Birinchi 3 daqiqada ko'rsatilgan yordam bolani hayoti uchun va bosh miyasi uchun ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Buning uchun bolajonimizni yonboshlatasiz, boshini biroz pastroq qilamiz. Orqa ko'rakning ikkita o'rtasiga 5 marta qo'limiz barmoqlarimiz uchi bilan turtkilovchi harakat qilamiz. 5 marta va oldi tomon o'giramiz. To'shcha xanjarsimon o'siqi sohasiga yana 5 marta turtki beramiz. Bu holatni toki bolajondan yo'tal orqali yot jism chiqib ketgunicha yoki nafasi yaxshilangunicha ketma-ket takrorlaymiz. Tiqilish belgilari quyidagilar bo'lishi mumkin. 2 xil turi bo'ladi. Yoki bolani ovozi umuman chiqmay qoladi, yoki yo'tal refleksi kuchayib ketadi. Yo'tal refleksi kuchayishi bu yaxshi hisoblanadi. Tanamizning tabiiy himoya refleksidir. Yo'talib yot jismni tashqariga chiqarib yuboriladi. Agarda bolajon nafasi to'xtab qolsa, ko'karsa yoki qizarsa, ovozi chiqmay qolsa, zudlik bilan quyidagi amallarni qilishni boshlang va tez tibbiy yordam xizmatlariga murojaat qiling.